Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday kun yaxshimi? Hozirgi vaqtinglar xayrli bo'lsin. Bu soatimni ham bir doklad qo'yay deb ochdim. Shunda jiq ishlar yuz berdi, ammo o'xu qarab baqling. Mening soatimda texi ziyon yo'q. Hozir ochqili 1 oy bo'ldi. Hozir $1000 foyda qilibman. Oldingi shu haftada shunda bek tushdi. Tushganda bir xillam tushdi, lekin o'zim xili tanishapmandim. Tanishib ish qilib ziyon bo'lgan yerga bormadim. Andan keyin meni hozir o'zim shundoq ishonch bor, bu qurilmam bor. Shundoq o'zgarishlarni qildim. Ham shundoq kuchli bo'lib ketdi. Burunqidimmi? Hozir men ko'rsatib qo'yay. Boshda men bir nechasini sotdim. Sotgan ya'ni nada bir ko'rsatib qo'yay. History. Mana bir nechasini setayotdim vaqtida. Mana burunqilari setayotganlar 3-oyning 25lari bilan bilsizlar. Peloton'ni bir joyda elib $80 5% o'lgan joyda setayotgan. Sal yaxshi emas xabar bo'lgan joyda. Foizini setayotdim, chunki mana foizi around $300 qolgan. Keyin $37 chiqqan, $38-7 chiqqan vaqtda setayotdim. $36 foyda qilibdi. Buni $35 dan olgan. Shunda azam olib ekanman. Oshchog'i qolsam-chi deyman. Hozir $39 chiqib ketdi. 10% o'rlab ekanchu, 2-3 haftadan ochildim. Shuna bek ishtik o'rlab ketdi deblam oz vaqtga setayotgan. O realty income nima shunda ishtik setayotgan. Bu cho'ng paycheklar unda ishtik o'rlamaydi-chu odatda. O'ttirliqda bir tushish bo'lgan vaqtida qurilmamniki besimni yeniliklaydi. Biz Zilo'dan $1300'dan 2 qitim olgan. Shuni birsini setayotdim, birsini olib qo'ydim. Bundan ara $2.5 foyda qilibdi. Bu setayotganlarim. Endi portfolio kirsak, anaki shunda jiq narsa oldim. Teladoc o'zgarish qilmadim. JP Morgan'ni $5000 qilib oldim. JP Morgan'ni xili cho'ng oldim. Chunki nima uchun desanglar, u chog'da meningki qurilmam $2000 foyda qilgan. 2 haftami, 3 hafta bo'lgan vaqtida. Keyindan biroqlam tushib, $200 tushib qoldi-chu. Keyin qarab baqsam, mening qurilmamniki tushishi cho'ng grafiklardan bakrak cho'ng bo'lib ketdi. Nasdaq deydi, S&P 500lar bir yat qolsin. Ulardan cho'ng bo'lib ketsa olmaydi-chu. Men shu Nasdaqchilikmi qilg'im yo'q amaliyotda. Nasdaqni tuvarak S&P 500lardan yuqoriroq qurilma qilgan batdi. Shunaqa bek kuchli hujumli qo'yib ketibdi. Odatda bu yangidan taraqqiy qilayotgan shirkatlar bekcha qo'yib ketibdi. Shunaqa sal o'zgartirish qilib, klassik cho'ng shirkatlardan JP Morgan'ni $5000 avatdim. Buni qanday oldim desanglar, ichga kirsak, 4 qitim olibman. 5'likisi qancha pul? Ang 5'likisi $154, $52, $150, $147 tushgan vaqtida ilaverdim. Ilib hozirgi average o'rtaq bahasi $150 tushdi. Agar men boshda shu $154dan ilib o'zgartirish qilmagan bo'lsam, keyinda yana olmagan bo'lsam, $150 tushmaydi. Alma şirketini hech qanday o'zgarish qilmadim. O'ttirliqda 11% foyda qilib chiqdi. Setaymi dedim, lekin men hozir sotmadim. Setayman deb sizlarga degan. Shunda sotqim yo'q. Alma shirkat shunda yaxshi kelgusimi, lekin sotmasak bo'lmaydi endi. Kelapda shu haftaning 3 ishlari bir doklad va dokladni qilib olgandan keyin shu vaqtlar setayman. Balkim tushib ketishim mumkin dokladni qilib. Oldingidan shunda yaxshi chiqqan dokladda, lekin tushib ketdi. Anaki foizini setayib, foizdan yana 100% oldim bu da. Texnik kuchli bo'lsin deb qurilma $3800dan bu chog'da $38 atrofida oldim. $535 vaqtida olsam bo'pti asli. Lekin men yana davomli oldim. Balkim Almaniya shirkatni setib olgandan keyin agar yana ozroq tushib ketib nima qilib qolsa, men bir 200% ya 300% qilmoqchi foizini. Chunki foizlarning dividensi naydi kuchli sizlar ko'rsatgan. Tattoo Chef eng cho'ng so'zlaydigan Tattoo Chef. Menda hozir qasanlar 6 dan necha % tushib bo'ldi. Bu eng cho'ng tushishda mening qurilmamning ichidagi. Mana u Teladoc'dan cho'ng.
Bu hozir yaxshi bo'lib qoldi. Chunki bu 11%, 12%ga tushgan. Hozir azroq o'rlab, aniki masal o'zgarishlarni qilib 200 paychak avatdim. O'rtalikda eng burun olgan vaqtim menimcha bir 22 dollardan olib kelman. 19 dollar, 18, 17, 15 eliyeverdimda. Eliyeverib hozirgi mau o'rtaq bahasi 18 dollar bo'libdi. Shunda azon oldim deyman. Shunda xo'sh oldum. 200 dollar. Buningda endi menimcha o'zgarish qilmayman. Menimcha bu Chatuşevni 10 yil saqlab bo'lgan paychak. 10 yil saqlay olmayman. 10 yil saqlayman cho'qim. Menimcha bir 1-2 yilning ichida salpaldan unumini ko'rsatdi. Ki mustaq yaxshi yemeklik, ichimlik, yaxshi şirketler bo'lsa, aldirab setib yaxshi. Andan keyin Square aldım. Meniki qurilmamda hozir paychak shunda jiqib ketdi. Lekin men sizlarga degan 15 paychakdan jiqmayman deb, hozir 15 dan jiq 18 dek paychak bor. Men bir nechasini ko'zlab qo'ydim. Setitman. Shunga hozircha jiqib qoldim. Deb berma, qaysilarini setitma, olimni setitma dedim. Square'ni o'tliqda oldim. Nima uchun degan chaqda, unda jiqolmadim. Buni odim xil jiqabdim 2700 dollarlik bo'ldi. Buni odim balki men o'zgarish qilmasligim mumkin. Shiqtimda oldim. 247 tushib 241 dollarda yana oldim. Hozirgi o'rtaq bahasi 245. So'zlaydigan narsalar bekchiq. Buni nima uchun oldim desanglar, chunki PayPal 15% o'rlagan miyada. Uçaq satmabdı və esitdim. PayPal yaxşı şirket. Asalıq satmasanlar yaxşı. Lekin məşə qısqa müddətdən içində bək o'rlab ketib qalsa, menimcha məşə o'rniga kelgan bir yaxshi şirketlər bolsa, setib, lekin aş şirketni asanlar bo'ldi. Shuni Square'ni oldim. PayPalni men setibman. Buni nimasi chiqib bo'lganda, xolos chiqib bo'lganda. PayPal 2400 dollarlik. Palantirni jiq o'zgarish qilmadan oldin qaragan chaqda. Palantirni qarasanglar eng buri 27 dollardan olgan, lekin shunda azab degan xato qo'ydim 50 dollarlik. 23 dollar, 22, 21. Andan keyin jami hozir 100 paychak bor. 101 paychak bor ekan. O'rtaq bahasi 23 dollar. 21dan tushib 20 dollarga tushdi. 19 dollarga tushib qolsa yana olmaydigan. Yani 100 paychakni olmoqchidim. Lekin tushmadi, shuni ololmadim. Agar tushib qolsa yana 100 paychakni 200 ya 300 paychak qilmoqchi. Bir 10 ming dollarliklar qilmoqchim yani. Tesla'ni oldim. Tesla'ni sizlarga degan men balkim bu yil chiqilmasligi mumkin deb o'zimniki shaxsiy qurilmamda olmadim. Ma'noda olib qo'ydim. Chunki nima uchun sanlar meni bir qisqa muddat o'ylab qaytib. Chunki bir yaxshi xabarlar bor. Men uni ayrim bir video ishlab sizlarga deb berma. Aram 3 ni oldim. Balkim qisqa muddatni ichida setayotganlarim mana olma, PayPal, Tesla, keyin yana bor. Kose'ni bir 5-6 oy qarayman, qarab setayman. Buni uzoq muddat tutmayman. Kose'mo azroqlam tushibdi. Men bir 2 qitim oldim deyman. Allohdan ko'rsatgan sizlarga. Dropbox'ni oldin sizlarga ko'rsatganman. Dropbox nihoyatda yaxshi shirkat, shuni oldim. Buni men uchun bu Palantirga o'xshash, ya'ni qo'shib mangman. Hozir 80 paychak bor ekan. Balkim 100 ya 200 paychak qilib uzun muddat saqlayman. Yaxshi shirkat. Unity'ni men balkim Palantir, Teladoc, lekin Dropbox'lar o'xshash, Chatuşevlar o'xshash 5-10 yil saqlamayman. Unity'ni balkim 2 yillar atrofida saqlayman. Unity nihoyatda yaxshi shirkat, lekin men texmi yaxshi, uyonlarning ichiga texmi yaxshi bir shirkatni izlayapman. Hozir topamadim, lekin ko'nglimdagidek emas yanlar. Shundoq yaxshi shirkatni izlayapman. Endi menmo ba'zan chaqda xatoliklarni o'tkazaman. Menmo %100 to'g'ri olmayman. Bu qurilmamni shirkatimiz yaxshi shirkatlar deyman. Lekin Warren Buffettmi bir 70% to'g'ri qildi, to'g'ri paychaklarni tanlaydi, 30% xatoni qildi-ku. Odatda odamlar texmo jiq xatolarni qildi. Shuni men Twitterni 2 qitim oldim.
69 dollardan. Bu asli 75 dollarlarmı, 80 dollarlarmı çıkan. Ondan keyin biraqlam tushib ketdi. Tushib, yana biza ozroqdan oldim. Chiqolmadim. 1700 dollarlar bo'ldimi hozir? Hozirmi umuman o'rtaq bazı 68 dollar. Jami 1,5% tushibdi. Men bushni sal xato olib qo'ydimmi deyman. Chunki Facebookni pek og'im bor. Meniki hamda qurilmamni ichida bir xabarlik bir paychak bo'lsa deyman. Masalan, Warren Buffettniki Washington News degandek. Men cho'ng shirkatlar Bloomberg bular qarab nima qildim. Ular bek qimmat ham ben yaxshi ko'rmadim. Facebookni shunda og'im bor. Facebookni cho'qim olaman. Mushunday shirkatlarni setayotgandan keyin mau Twitterni setayapman. Nima uchun deganda Facebook shunchalik jiq taraqqiyoti bor ekan. Men burun ko'rmaganchu. Shularni men bir kuni ayrim sizlarga bir tunishtirib ko'rsatib beraman. Twitterni menimcha yana o'rlaydi. Menimcha 80 dollarlarga yoki undanmi yuqoriga chiqishi mumkin, lekin ba'zilari yana tushiradi-chu. Balkim buni sal esilib qolgan bo'lishi mumkin, uzoqroq vaqt saqlab qolishi mumkin. Lekin yana hech nima bo'lmaydi. Chunki mening qurilmam yana menimcha shunchalik hammasini shunchalik a'zona oldim hozir. Shuninga men shunchalik kuchli hozir mening qurilmam deyman. Buni balkim 1-2 oydan ichida unumini azozdan ko'rib, kelajaqlargacha rasmiy unumini ko'ramiz. Aşağıda boshqa mau kopiya qilgan odamlar bilan selishtirib qilib baqsaq bo'ldi. Twitterni qisqa muddatning ichida balkim setayapman, balkim joyiga kelib qolsa setaytib, Facebook tushsam Facebookni olmay o'rniga. Walgreen yaxshi. Walgreen bunimi balkim men mau Kosega o'xshash 5-6 oy saqlayman. Walgreen nima uchun yaxshi degan chog'da shu bu maslaga tunishtirdim, bu tanlov bozorlik bundaq paychak. Lekin bu tanlov bozorining ichida bularniki nimasi bor? Dorixonasi bor. Dorixonda hozir nima ish qilyapti desanglar, vaksin uryapti. Hamma odam vaksin urish uchun Walgreenga bordi. Anaki ochada bozorlik qilib, tanlov bozorida mal sotilib chiqdi. Shunaqa bu shunda yaxshi o'rlayapti. 40 necha dollar, 30 necha dollardan 40 necha dollar, 50 necha dollar o'rlay ketdi. Men ma qurilmamda sal qimmat oldim 50 necha dollardan. Qancha bo'ldi? 54, 53, 52 umuman 54 dollardan oldim. O'rtaq bahada 10 30ni oldim. 30 paychaklan bakkan. Men o'zimniki shaxsiy qurilmamda 40 necha dollardan olgan. Hozircha foydasi bor. Qarab biqib buni uzun vaqt saqlamayman. 5-6 oy xulosa sal chiqib o'rlab paslam setayman. Coin oldin qapda yangidan chiqqan shirkat. Bu shirkat balkim nurg'unlar mau Bitcoin'dan olar tunishinglar mumkin. Coinbase. Menimcha Bitcoin olsanglar, mush Coinbase'ni olsanglar eng yaxshi deyman. Chunki eng bexatar. Lekin bexatar degan bilanmi bunodimi yana yutib ketganlar, mushtaq nimalar chiqgan. Lekin boshqalarga qaraganda eng bexatar, eng ishonchli, unda Xitoylarniki Binance bu narsalar yo'q. Anadaki bularni o'ziniki qo'lida shunchalik jiq coin bor. O'zlari saqlab, anadaki xalqlarga tegishib, setib bunda qiluvchi. Shunga buniki bahsi mau coin, Bitcoinlar bilan chetiqliq. Bu boshda chiqqan vaqtida men necha puldan oldim buni? 293 dollar. 250 dollardan ichildi degan. Bundaq biroqlam 250 dollardan ichilgan shirkatlar sanoqliq, shunchalik oz. Masalan, Airbnb chiqqan vaqtidami 90 dollardan ichildi degan. Lekin ichilgan vaqtida 150 dollarmi ashta ichilgan. Mavu 320 dollarmi qancha? Yo'q. 380 dollardan ichildi bu. 380 dollardan ichilib 10 minutning ichida 425 dollarmi 430 dollarga chiqib bilan tushib ketdi. Tushib 320 dollar tushib qolgan. Andan keyin yana ustida deb qanchada bu 293 dollar tushib qoldi kuni. Bitcoinlar baksa tushgan kuni. Shuning bilan ham azroqlam olib qo'ydim. 1500 dollarliklar. Qanday bo'ldi deb. Chunki buniki chiqish tushishi bak cho'ng bo'ldi. Bir cho'ng chiqib olsam balkim setayman, ashta qisqa muddat, shunchalik qisqa muddat o'ynab qo'ydim.
azaldan Bitcoin'ning narsalariga kirib boqmagan, birinchi qitim kirishim. Qanday bo'ldi? Ma'lumotli sizlarga YouTube atamaganki, sizlarni ko'rib, tushuntirib qilib bersam, sizlarga yaxshi bo'larmikin deyman. Lekin men coinni bir ayrim bir video ishlab sizlarga tanishtirman. Marvelni o'ttirliqda nihoyat yaxshi shirkat, bu kuchli bir shirkat. Marvel nimaga o'xshash? Pfizer, JPM deganga o'xshash. Bu cho'ng shirkat, nihoyat yaxshi. O'ttirliqda men Marvel'ga Pfizerni setyaptim, Realty Income degan yaxshi shirkatni setyaptim deb ko'nglim yerim bo'lib. Marvel'ni qarasam, 3% 4% tushib ketgan, shuning bilan ham olgandim. Keyindan yana azroq tushibdi. Şun bilan keyindan men qo'shmadim 30%, 30 dollar paychak. Buni balkim uzun vaqt saqlamayman. Men Ziloni masalan tunishtirgan. Ziloni men o'tliq shunda pushayma qilman. Misha 10% tek o'rlagan. Men 1300 dollardan 2 qitim olganman. Shun bilan buroqlam tushib ketdi. Bu nima bo'ldi deb men o'zim sal tanitira qoldimmi? Buroqlam birsini setyaptim. 10 paychakni. 10 paychak qoldi. 10 paychakni olib qo'ygan. Olib qo'ysamlam keyindan yana o'rildi. Azroq tushdim, ya qizil bo'lib, endi tushamdi yana desam, qaytini o'rlab 4% bo'libdi. Shopify buni balkim uzun vaqt saqlamayman. Chunki paychak bo'lib ketdi birsi. Yana birsi men o'zim yaxshi ko'rgan uzun muddatlik paychaklarni texmo ashlarga markazlashib, ashlar bilan bakrak bo'lay, bir kallamni chechib o'tmaydi dedim. Agar Shopify misal yaxshi o'rlab bersa bu yil, buni 5-6 oy qarab setishim mumkin. Shuning bilan buningda qaysi shirkatlarni setitma? Alma 1, PayPal 2, Tesla 3, Koseni 5-6 oy, Walgreens 5-6 oy, 5 shirkat. Twitter 6, Coin 7, Marvel 8, Shopify 9. 18 shirkatdan 9'ni qisqa muddat qilib setitman. 9 qoldi. Andan keyin Zillow bularni uzun muddat saqlasam bo'ldi, lekin agar ishtik o'rlab ketib qolsa, 10%, 15% bo'lib ketib qolsa, setishim mumkin. Setitib boshqa shirkatlarni elishim mumkin. 9 shirkatni setib, yana nima olaman desanglar. Birsi Facebook. Sizlar dedim, qarayapman. Facebookni olsammi, shunda jiq olaman. Hargiz oz olmayman. 10 ming dollarlik, hozir 50 ming dollar bor yana. Alan setyapsam yana pul kirdi bu yerga. 10 ming dollarlik ilish mumkin. Az-azdan olaman, asta-asta. Hozir va qimmat qaranglar, 1.5% o'rlab 300 dollar. Lekin bir tushishi var buniki 10%dan tushishi var. Shunda vaqt kelgan chog'da bir ololman. Necha bo'lib 10 ming dollarlik qilib olaman. Chunki alma shirkatniki, mushtari shirkatlarniki o'rnini to'liqlamsam bo'lmaydi. Yana bir aldan shirkatim Google. Google'ni olaman. Google'mi bak yaxshi o'rildi. Men o'zimniki pushayma qilyapman. Hozir o'zimniki shaxsiy hisobatimdami 1700 dollarlar atrofida olgan. Ilib 2180 ga chiqqan vaqtida setitibdiman. Bak o'rlab ketdi deb hozir pushayma qilyapman. 2300 dollar chiqdi. Balkim 2600-2700 ga chiqishi mumkin. Shillam. Sal-pal tushib bersa pulti. Buni 10 ming dollarlik qilib uzun muddat 5-10 yil mustaqilib olaman. Qurilmamni kuchli qilish uchun. Andan keyin men yana qarayotganim Airbnb. Airbnb hozir xili yaxshi tushdi. Shunga yana davomli tushib ketami deb sal nima qilyapman. Asli oldin qatlam ilishim bo'ptiki, ilvasam bo'ptiki azroqdan. Lekin qurilmamda bakchiq paychak bo'lib ketdi. Shuning bilan hozir kirmadim. Sal paychaklarni yangilatib, asosda kirma. Shu hamma gaplar. Lekin meniki hozir qurilmam shundoq xo'shalman. Shunda azon avoldim nurg'un shirkatlarni. Masalan, Tattoo 18 dollar, Square 240. Bu puldu. Shunda yaxshi baho deyman. PayPalmi yana saqlıq buldu menimcha. Palantir shunda yaxshi baho oldim. Tesla'mi 800 dollarga chiqib olsam setitman.
Shundaycık mesela Coinbase'ni menimcha azalab oldim deyman. Shunday kuchlik bo'ldi hozircha. O'tirg'al keldi. Meniki rasmiy ko'nglimgidek bir qurilma qilib bo'g'icha sal vaqt ketadi, ham jiq mashg'ulot qilib qolishi mumkin. O'zimning qurilmamni dek qilg'icha, abay sizlarga degandek 9-10 shirkat, 11 shirkat qo'yilib, andan keyin rasmiy jiq qilib, masalan Facebook'ni $10,000'lik, Pfizer'ni bir $10,000'lik, Palantir'ni xili jiq $10,000'lik, Google'ni jiqroq qo'yilib, andan keyin mana Teladoc'ni bir yerimdekni setitman vaqt kelgan chog'da. Birsi 5% foyda qildi, birsi ziyon. İşte bo'lgan vaqtida o'zimni ko'nglimdagidek bo'lgan vaqtida undaqchiq mashg'ulot qilmayman. Uzun muddatlam saqlayman hammasini. Nima uchun uzun muddat saqlayman? Hammam sizlarga shuni tavsiya qilyapman, lekin hozir texmi tavsiya qilmayman. Bir cho'ng xabar bor, uni men bir ayrim video qilib ishlab sizlarga tushuntirib qo'yaman. Bugun bu shaycha olsun. Kelasi ko'rishaylik. Allohga emanet.